Assalomu alaykum. Mashlar qancha bo'ldi? Nappi? Nodir aka? Biz mahallada ishlayapsanmi? Mashlarni hisoblab ber. Sizga hurmatim baland. Faqat siz buni bilmaysiz. Olib ketavering, sizga tekin. Rahmat Nappi. Kiring. Rahmat. Bolalar sinfdoshimiz Nappi boru, meni yaxshi ko'rib qolgan shekilli. Do'kondan nima olsam tekinga beryapti. Qo'y, yolg'on gapiraverman o'da. Nima olib chiqayt? Kalbasa bilan suv olib chiqqani? Kalbasa bilan suv hozir olib chiqaman. Ha, ko'ramiz qanday olib chiqadi. Nappi, yana keldim. Bu safar pulimni olmasang xafa bo'laman lekin. Sizdan pul olgan kunim o'lgan kunim Nodir aka. Ketavering, pulingiz shart emas. Rahmat Nappi. Nappi, qancha bo'ldi bular? Nodir aka, uylandingizmi? Yo'q, onamga idish-tovoq bilan kirlarni yuvish kerak. Ha, onangizgami? Unda Trendeki Bavini oling, allergiya chaqirmaydi. Germaniya mahsuloti oq kiyimdagi dog'larni oppoq qiladi. Onangiz qiynalsalar, men ham qiynalgandek bo'lib qolaman. Ola qoling, boring sizga tekin. Rahmat Nappi. Kim o? Nappi? Uyimgacha keldingmi? Nima suzilasan? Basharangni qara, bolalarga ham meni sevadi deb gapiribsan. Olib ketgan narsalaringni pulini olib chiq. Mana yozib qo'yganman. Non, suv, kolbasa, bavi. Ularni meni sevganingdan bermadingmi? Lo'qmisan? Sevgi bilan qorin to'yadimi? Boshliqqa bilintirmasdan levi qildim, levi.